Assalomu alaykum. Bizni ko'rishni boshlagan aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan yana jonli efirda Andijon nafas ko'rsatuvi orqali diydorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Assalomu alaykum. Yangi kunni, yangi nafasni Andijon nafasi ko'rsatuvi bilan jonli efirlarda, jonli tarzda cheksiz harakat va katta shijoat bilan boshlagan qadrlilar, omonmisiz? Oilangiz, yaqinlaringiz, ko'nglingiz xotirjam va tinchmi? Unday bo'lsa juda ham xursandmiz va bugungi kuningizga yanada a'lolik baxsh etish niyatida demak, Andijon nafasi ijodkorlarini barchasi sizning hukmi huzuringizdalar jonli efir orqali. Bugun sizga go'zal taronalar, yaxshi ma'lumotlar va albatta ajib kayfiyat ulashishga barchamiz birgalikda harakat qilamiz. Shunday ekan, ekran qarshisidan uzoqlashmagan holda bizni tomosha qilishda davom etasiz degan umiddamiz. Bugun albatta o'ziga xos kun, ya'ni 14-iyun Xalqaro donorlar kuni. Bugun inson hayoti uchun eng muhim bo'lgan, insonni yashashi uchun eng muhim bo'lgan organ qon kuni. Albatta. Demak, albatta kimnidir hayotini saqlab qolish uchun agar mana shu beriladigan qon ham albatta nima deydi, bu juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugun ana shu sohada uzoq yillardan beri mehnat qilib kelayotgan mehmonimiz ham bor. Demak, taklif etamizda suhbatimizni birgalikda davom ettiramiz. Boshlaymiz albatta. Demak, studiyamizga viloyat qon quyish markazi shifokori Bakiroxun va Gavharoy Ibragimovnani taklif etganmiz. Marhamat, studiyamizga tashrif buyurishingiz tarafdorimiz. Kun xayrli bo'lsin. Joylarini egallashini so'raymiz. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum Gavhar opa. Bugungi ko'rsatuvimizga, jonli efirlarimizga xush kelibsiz. Bugun 14-iyun Xalqaro donorlar kuni. Odatda bu kun biz uchun unchalik bilinmas, lekin shifokorlar uchun, mana shu soha mutaxassislari uchun qanday o'tadi? Donorlar kim o'zi? Umuman olganda mana shu inson tanasini eng asosiy ozuqasi qon hisoblanadi va albatta birinchi o'sha ko'rsatiladigan yordamda ham albatta qonning ahamiyati muhim sanaladi. Bugun aynan ana shu donor o'zi kim? Va albatta bugun inson salomatligi uchun qonda ahamiyati naqadar muhim, shular haqida dastlab ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Darhaqiqat bugun butun jahonda 14-iyun donorlar kuni. Bugun hamma, butun dunyodagi insonlar donorlar kunini nishonlashmoqda. Donor o'zi bu kim? O'zini qonini, ma'lum bir qismini, kimnidir hayotini saqlash uchun berayotgan insonlarni biz donorlar deb ataymiz. Donor bo'lish uchun insonlar 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan, o'zini sog'lom deb hisoblagan har qanday erkak va ayol donor bo'la oladi. Donorlik bu oddiy, lekin oliy qahramonlik hisoblanadi. Chunki inson o'zini qonini ma'lum bir qismini, ya'ni jonini ma'lum bir qismini kimnidir hayotini saqlab qolish uchun beradi. U berayotgan insoni bemor bola yoki katta inson bo'lishi mumkin. U mana shu qon bilan bir soat yashaydimi yoki bir umr yashaydimi, u juda katta, mana shu matonatli bir ulug' hisoblanadi. Shuning uchun ham donorlar mana shu yildan yilga donor insonlar ko'payib bormoqda. Bizi bu ham quvonarli holat. Albatta, bu albatta bir quvonarli holat hisoblanadi, qahramonlik hisoblanadi. Chunki hamma ham qon berishga tayyor emas. Andijon viloyat qon quyish markazimiz har yili viloyatimiz aholiga 7 tonnacha qon va qon komponentlari yetkazib beradi. Mana shu qanchalik yildan yilga qon topshirish, donorlik yildan yilga ko'payib borgan sari qonga bo'lgan ehtiyoj hech qachon kamaymayapti. Chunki qon shunday bir ne'matki, o'rnini hech qanday dori vositalari egallay olmaydi. Inson hayotini saqlab qolish uchun har qanday dori vositasidan ustun bo'ladi qon. Uning tarkibi, uning ichidagi komponentlari inson hayotini davomiyligini bildiradi. Donorlar o'zi bu kim? Donorlar mana shu 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan insonlar bizga tashrif buyuradilar. Ularni biz beg'araz donorlar deb ataymiz. Mana shu beg'araz donorlar avvalo bizga o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bilan murojaat qilishadi. Ularni biz o'zimizdagi ichki ishlar bazalarimiz, Spit Center degan bazalarimiz, narkologik bazalarni tekshirib, har tomonlama uni tekshirib, qon topshirishga
loyiq deb hisoblaganimizdan so'ng terapevt ko'ruvlaridan, birlamchi gemoglobin ko'ruvlaridan o'tgandan so'ng o'sha insonga qon topshirishga ruxsat beramiz. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Aynan mana shu donorlar, ya'ni qon topshirayotgan insonlarni shu qon topshirishi ham sog'ligi uchun qandaydir foydali degan ma'lumotlar bor. Albatta, juda ham foydali. Shuni aytaman. Xo'p, o'sha inson qon topshirishga ruxsat berib, terapevt ko'ruvdan o'tgandan so'ng, albatta ularda birlamchi tekshiruvlarni o'tkazib, qon olamiz. Har bir insonda 5 litr qon bo'ladi. Ana shu 5 litr qondan atiga 250 gram qon olamiz. Bu bilan uni hech qanday organizmda patologik holat yuz bermaydi. Xo'p, qon topshirgandan so'ng insonda qanaqa holat bo'ladi? Birinchi navbatda inson organizmi 80% suvdan tashkil topgan bo'ladi. Ana shu hujayralar aro suyuqliklar kelib qon tomiriga quyiladi-da, qon suyulishni boshlaydi. Inson 20 yoshdan keyin qoni asta-sekin qo'yiqlasha boshlaydi. Yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bel og'rig'i, oyoq og'rig'i aynan qonni qo'yilishdan kelib chiqadi. Davleniyani oshishi yoki tushib ketish hollari kuzatiladi. Ana shu insonlar qon topshirishi bilan suyak ko'migidan yangi qon hujayralari ishlab chiqariladi. Avval gemoglobini 10-11 bo'ladigan insonlar qon topshirgandan keyin 12-13 bo'ladi. Qon topshirishni biz ko'proq erkaklarga tavsiya qilamiz. Nimaga deganingizda, nima uchun bizni go'zal ayollarimiz chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yurishadi? Chunki ular har oyda organizmdan keraksiz qonni tashqariga chiqarib turadi. Ana shu chiqayotgan qon bilan shlaglar, zaharlar chiqib ketadi. Lekin erkaklarimiz unaqa emas. Ularda organizmi vakuumga o'xshaydi. Kundalik hayotda noto'g'ri ovqatlanish, kam suv iste'mol qilish, tamaki chekish, har xil zararli odatlar ta'sirida erkak kishining organizmi qo'yilib boradi va u organizmda vakuum bo'lib aylanib yuradi. Mana Coviddan qolgan yoki grippdan qolgan, har xil shamollashdan qolgan, viruslardan qolgan infeksiyalar qonda, organizmda aylanib yuradi. Agar insondan 1 millilitr qon chiqib ketsa, 10 mingta kopiya virus tashqariga chiqib ketadi. Endi 250 gram virus qon chiqib ketgandan keyin endi hisoblasak bo'ladi. Qanchadan qancha virus organizmdan chiqib ketadi. Demak, donorlar tanlovida erkaklarni tanlagan afzalroq demoqchisiz. Albatta, erkaklarni tanlagan afzalroq. Chunki ayollarimiz mana ko'p homilador bo'lish, tug'ish jarayonlarini boshidan o'tkazadi. Ularda turli mehnat sharoiti ham ularda ko'p bo'lganligi uchun, jismoniy holat ko'p bo'lganligi uchun ularda gemoglobin miqdori, qondagi ko'rsatkichlar kamroq bo'ladi. Faollik va nima deydi, ko'proq sarfda ayollarning organizmiga qaraganda erkaklarning organizmi ham kuchliroq bo'ladi. Albatta. Shuning uchun Endi qon guruhlari ham ahamiyat kasb etadimi? Albatta kasb etadi. Endi ana shu inson, butun dunyodagi insonlarda 4 ta qon guruhi bor hamda rezus faktor degan narsa bor. Bu qon guruhlari 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi qon guruhlari. Qon kerak bo'lganda qon berayotgan inson donor deb ataladi, qonni quyiladigan insonni resipient deb ataladi. Ana shu donor qoni agar 1-chi guruhda bo'lsa, resipient 1 bo'lishi kerak. Bemor 1-chi guruhda bemorga quyiladi. 2ni 2ga, 3ni 3ga, 4ni 4ga quyiladi. Endi rezus faktor ham juda ham ahamiyat kasb etadi. Yer yuzidagi insonlarning 80% da rezus faktor musbat bo'ladi, ya'ni bo'ladi. Lekin 20% insonlarda rezus отрицательный, ya'ni manfiy bo'ladi. Ana shu 20% ni tashkil qilgan rezus отрицательный insonlar kam. Mana shu rezus отрицательный qonga juda ham ehtiyoj ham ko'p. Chunki shunaqa holatlar bo'ladiki, chaqaloq tug'iladi-da, unda onasini qoni musbat bo'ladi, u bolaniki manfiy bo'ladi. Mana shu paytda rezus konflikt bo'ladi-da, shu holatdan olib chiqish uchun aynan bolaga o'sha rezus manfiy qonni istab qolinadi. Aynan shunaqa paytda donorlar juda ham kerak bo'ladi. Qisqa vaqtlarda ichida o'sha qonni almashtirishga to'g'ri keladi va manfiy qon quyish kerak bo'ladi. Shunda juda ham asqotadi. O'sha zaruriy holatlarda, favqulodda holatlarda aytaylik, donor topilmadi. Demak, saqlangan zaxiradagi beriluvchi, yuboriluvchi qonlar bo'ladi. Albatta, albatta. Mana shu har yili beg'araz donorlar, qon topshiradigan insonlar har kuni kelib qon topshirgan qonini bizni maxsus mana shu juda ham jihozlangan mana muhtaram prezidentimizga rahmat aytamizki, bizni mana shu tibbiyotga, ahamiyatga juda ham
ko'p e'tibor beradilar. Bizni hamma mana shu kerakli tibbiy uskunalar bilan juda ham yaxshi jihozlab berganlar. Shunaqangi apparatlarimiz borki, qonni olishimiz bilan uni sentrifuga apparatlarimizda er massasini, qizil qismini alohida, plazmasini alohida qilib ajratib olamiz va u shunday sekundlarda qon darrov muzlatiladida, xolodilniklar, muzxonalarga joylanadi. Plazmalar 6 oygacha, er massalar, qizil qonni 45 kungacha saqlanamiz va u zapas bo'lib turadi. Agar shifoxonalarda kimda kim qon kerak bo'ladigan bo'lsa, shularga darhol o'sha qonni, zapas qonni beramiz. Endi haligi inson qon topshirgandan so'ng o'sha qonni bizda 8 ta laboratoriyamiz bor. Shu laboratoriyamizda gepatit B ga, gepatit C ga, brutsilyoz kasalligiga, zaxm kasalligiga, o'yib spid kasalliklariga, bezgak kasalliklariga tekshiriladi. Tekshirilib, mana shu 8 ta laboratoriyamiz shu inson qoni yaxshi ekan, sog'lom ekan, quyishga yaroqli ekan deb bergandagina biz o'sha qonni beramiz o'sha kerakli больницаларga. Xo'p, kimlarga beramiz? Avvalo biz mana shu Andijon viloyatimizda qon onkologiyasi bilan, qon raki bilan kasallangan insonlar soni 600 ga yaqin bo'lsa, shularda 40-45% ni bolalar tashkil qiladi. Qon kasalliklari, mana gemofiliya kasalliklari, aplastik anemiya kasalliklari, qonni evamaslik kasalliklari, o'sha qonni raki bilan kasallangan aynan shu insonlar bolalarga haftasiga 2 martadan qon quyiladi. Aynan mana shular qonga muhtoj bo'lib kelganda, haligi zaxiradagi beg'araz donor bo'lib topshirgan insonlar qonini albatta ularga quyamiz. Endi qonni o'sha quyadigan o'zimizda maxsus gemakollarimiz, ya'ni gema konteynerlarimiz bor. Bular albatta xuddi shunday germetik berkitilgan holda, mana steril holda bizga yetib keladi. Suyuqlik bormi ichida? Albatta, buning ichida 65 millilitr suyuqlik bor. Bu konsentrat nima uchun? Hali men qon topshirdim, qopchani to'ldirib oldi deyshadi-yu. Ana shunga izoh sifatida mana ichida suyuqligi bor. Bu konsentrat. Bu asosan nima uchun? Bu o'sha olingan shu nimaga gema konteynerga quyilayotgan qonni qo'yilib ketmasligi uchun va o'tni suyulib ketmasligi uchun shu konsentrat bor. O'rtacha holatda ushlab turar ekan. Albatta, qonni bir me'yorda ushlab turish uchun bu suyuqlik bor. Shuning uchun ham haligi qonni olgandan so'ng meshuk to'ldir bo'lib qoladi-da, mendan ko'p qon oldi deb o'ylashadi. Biz oz ham olamiz. Buni ichidagi hammasi shu donorlarning qoni bo'lmaydi. Albatta. Ichidagi suyuqlikka aralashar ekan. Almashadi. Xo'p, endi qonni mana shunga olamiz. Uni saqlaymiz. Laboratoriyalarimizda tekshiramiz. Bu o'sha insonda agar Xudo ko'rsatmasin, biron bir patologiya, kasallik chiqadigan bo'lsa, biz o'sha insonga iltimos, sog'lig'ingizga e'tibor bering, sizda mana bunday kasallik aniqlandi deb oshkora emas, o'ziga mana shu aloqa vositalari orqali telefon qilib o'ziga yetkazilamiz va analiz javoblarini beramiz. Mana bugun 14-iyun kuni viloyatimizda ichki ishlar xodimlari, bank xodimlari, davlat, nodavlat tashkilotlaridan juda ham ko'p insonlar hozir bizga qon quyish markaziga kelib, murojaat qilib, qon topshirishyapti. Ular har yili biz o'zimiz chaqirmasiga ham o'zlari xohlagan holda mana shu ko'ngilli bo'lib kelishadi, qonini topshirishadi va unda mana shu yaxshilik albatta qayerdandir qaytadi. Shuning uchun biz har bir insonlarga aytib qolamizki, kelinglar, qon topshiringlar, o'z qoninglari bilan kimnidir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shinglar. Bu oddiy, lekin juda ham katta oliy qahramonlik. Shuning uchun sizlarni hammani, viloyatimiz aholisini, barcha insonlarni qon quyish markazimizda kutib qolamiz. Bugun mana shu oy davomida donorlik oyini o'tkazyapmiz. Gavhar opa, ajoyib ma'lumotlar uchun, qiziqarli suhbat uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz va fursatdan foydalanib 14-iyun donorlar kuni bilan soha mutaxassislarini barchasini siz orqali tabriklab qolamiz. Kelgusi ish faoliyatlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zingiz ham doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bizga doimo keraksiz. Omon bo'ling. Rahmat tashrifingiz uchun. Rahmat, sog' bo'linglar. Davom etamiz azizlar.
Andijon nafasi ko'rsatuvini siz jonli efirlarda kuzatyapsiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin deyman va eslatib o'taman, bugun studiyamizda Xolmurod Xoliqov boshchiligidagi ajoyib musiqiy guruh ishtirok etyapti. Bugun go'zal taronalar bilan sizlarni xushnud qilishda davom etamiz. Shu o'rinda yana bir ma'lumot yodimga tushdi. Yaxshi bir qo'shiq eshitsam, insonni o'sha nima deydi, immunitetini, mana shu qon aylanishini yaxshilaydi, kayfiyatini ko'tarar ekan. Demak, donorlar kunida yana bir qo'shiq eshitishimiz kerak bo'ladi. Mehmonlarimiz bor, taklif qilishimiz kerak ayni shu daqiqalarda. Demak, Filarmoniya, viloyat filarmoniyasi bugun kun mehmoni. O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Andijon viloyat bo'linmasi rahbari Rahimjon Ahmedov boshchiligida, ular ham quruq kelmaganlar, efirdan oldin aytib o'tgandilar. Gulmira, bugun ko'rsatuvga men yolg'iz kelmadim, ajoyib sovg'alar bilan keldim. Ya'ni endi ijodkorda, san'atkorda nima bo'lishi mumkin? Yaxshi ijodkor ham fikr bo'lib, hamroh bo'lib kelishi mumkin va albatta yaxshi qo'shiq, chiroyli qo'shiqlar ham birga kelishi mumkin. Demak, sahnamizga Rahim akani taklif etamiz, studiyamizga. Rahimjon aka, xush kelibsiz. Kun xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Marhamat. Bilamizki, Rahimjon aka aynan mana shu viloyat filarmoniyasi bugungi kunda mana shu nima deydi, san'at sohasiga berilayotgan e'tibor tufayli kundan kunga bir yangi bir marralarni, yangi bir zafarlarni qo'lga kirityapti. Umuman olganda xabarimiz bor, yaqinda mana shu filarmoniya Rossiya davlatida bo'lib qaytdi. Taassurotlar qanday? Umuman bugun bu sohada qanday bir islohotlar yoki qanday bir yangiliklar amalga oshirilyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Filarmoniya haqida gapiradigan bo'lsak, mana hammani xabari bor. 1995-96 yillarda filarmoniya tugatilgan. Lekin mana muhtaram prezidentimizning 2018 yil 27-iyundagi 38-13 sonli qaroriga asosan respublika bo'yicha Gulmiraxon yangi filarmoniya tashkil etildi. Tashkil etildi. Bu navbatma-navbat hamma viloyatlarda tashkil etildi. Jumladan respublikaning o'zida ham. Hozir filarmoniya, O'zbekiston Davlat filarmoniyasida 30 dan ortiq jamoa bor. 12 ta viloyat hisoblaydigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasining 13 ta bo'lsa, qolgani Toshkentda. Jumladan biz Andijonda ham 2019-yil muhtaram prezidentimiz qaroriga asosan filarmoniya tashkil etildi. Bu filarmoniyada hozir 50 ga yaqin xodimlar ishlaydi. Undan 40 ga yaqinlari ijodiy jamoalar. Bugungi kunga qadar biz shunday ishlarni qildikki, bizni viloyatimizda bormagan tumanimiz qolmadi. O'zi aytmoqchi, Oybekjon, har bitta bo'ladigan ijodiy safarlar tumanlarda, undan tashqari viloyatlarda, mana Qoraqalpog'iston deysizmi, Xorazm, Buxoro, Samarqand deysizmi, Navoiy deysizmi, bu yog'i Farg'ona, Namangan, hamma viloyatlarda gastro safarlari bo'ldi. Ko'rik tanlovlarda qatnashdik. Xalqaro ko'rik tanlovlarda nufuzli o'rinlarni olishga biz erishdik. Endi xorij haqida gapirdingiz. Mana aynan shu kunlarda bizni ijodiy jamoamizning bitta guruhi Rossiya Federatsiyasining shaharlarida o'z san'atlarini namoyish etib kelyaptilar. Yaqinda kuni kecha Xitoy davlatiga borib kelindi. Bugun aynan shu sozandalarimiz Qozog'istonga chiqib ketdi. Qozog'iston davlatiga. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, filarmoniya jamoasi bugun nafaqat bizning viloyatimizda, balki respublika miqyosidagi, dunyo miqyosida o'tadigan madaniy tadbirlarda o'z san'atlarini namoyish etib kelyaptilar. Endi bu jamoani tashkil etish o'z-o'zidan bo'lmadi. Biz albatta tanlov asosida viloyatimizda faoliyat yuritayotgan san'atkorlarni, sozandalarni, xonanda, raqqosalarni yig'ib, ular bilan saralab, siz aytmoqchi, alohida bir repertuarlar tashkil qilib ish boshlaganmiz. Mana bizi filarmoniyamizda, Andijon filarmoniyasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tursunbek aka Parpiyev eng chiroyli bir ijrolari bilan xalqimizga, yurtimizga xizmat qilayotgan ustoz san'atkor Adhamjon Abdulhayev, Sanjarbek Omonov, Azamjon Sultonov, qizlarimizdan Umidaxon Abdurasulova, Muhayyoxon Tojmatova, Nilufar Karimova, qolaversa Shahnozaxon Iskandarova, yosh yigitlarimizdan Beyjon Rahimov az Sherzodbek Habullayev xonandalarimiz, sozandalarimiz Abrorbek Jamoldinov, alohida uni aytishimiz kerak. Mana viloyatda hamma taniydi, chiroyli bir skripkachi Abdulhoshim aka Ismoilovning shogirdlari.
balet mistrimiz Oyson Xolmatova raqqosalarni alohida bir boshqa viloyatlarga qaraganda bizning raqqosalarimiz o'zgacha. Qayerda tadbir bo'ladigan bo'lsa, respublikada ularni ham olib ketishadi. Demoqchi bo'lganimiz ishlayapmiz. Bugungi faoliyat qizg'in. Juda ham To'xtagani qizg'in, yo'q juda ham va qizg'in. ijodda izlanishlar, yangiliklar kundan kunga o'sib boryapti. Buni viloyatimizda, nafaqat viloyatimizda aytib o'tganingizdek, butun respublikamizda o'tkazilayotgan tadbirlardagi ishtirokingizdan, faollikdan ham sezsa bo'ladi. Bugun O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Andijonni alohida o'rni bor, alohida hurmati va o'ziga xos san'ati bor. Bizni Andijon xalqini, vodiy xalqini, xususan Andijon xalqini san'atini qadrlovchilar juda ko'p. Nafaqat mamlakatimizda, xorijda ham alohida o'ringa ega. To'g'ri aytasiz, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Biz har yili, mana qarang, shunaqa biz zamon keldida, bizga shunaqa imkoniyatlar, imtiyozlar beryaptilar. Biz har yili Toshkentda Turkiston san'at saroyida hisobot konsertimizni beramiz. Andijondan shu san'atkorlarimizni olib borib hisobot konsertlarini beramiz. U albatta oldinlari bunday bo'lmagan. Demak, biz bu imkoniyatlardan yanada foydalanishimiz kerak degan umiddamiz. Endi to'g'ri aytdingiz, men yolg'iz kelmadim. Bugun shu boya aytgandek Sanjarbek Omonov, yana bu nima deydi, ustoz san'atkorlarimiz bugun tashrif buyurgan. Agar ruxsat bersanglar, navbatda filarmoniya xonandalariga, Andijon filarmoniyasi xonandalariga navbatda bersak. Marhamat. Demak, ulardan chiroyli qo'shiqlarni birgalikda eshitamiz. Qadrli teletomoshabinlar, kayfiyatingiz a'lo bo'lsin, kuningiz xayrli bo'lsin va Andijon nafasi ko'rsatuv jonli efirlaridan uzoqlashmasligingiz tarafdorimiz. Sanjar omon bizda. Sanjarbek Omonov. Tashnaman sahrodagi yolg'iz giyoh singari, sen zilol suvdayin tiniq qor kabi ob bir pari. Tashnaman sahrodagi yolg'iz giyoh singari, sen zilol suvdayin tiniq qor kabi ob bir pari. Kelmading bir ko'rgani, dardlarimni so'rgani. Kelmading bir ko'rgani, dardlarimni so'rgani. Yo'llaringga termulib toldi ko'zlar gavhari. Yo'llaringga termulib so'ndi ko'zlar gavhari. Devonalar etding yana, avvoralar etding yana, dilporalar etding yana. Qiynashga qanday choralar topding yana. Devonalar etding yana, avvoralar etding yana, dilporalar etding yana. Qiynashga qanday choralar topding yana. Bilmadim dilxonishim, sendaya to'lg'onishim. Isming aytib yonishim, tunlar yonib uyg'onishim. Bilmadim dilxonishim, sendaya to'lg'onishim. Isming aytib yonishim, tunlar yonib uyg'onishim. Ay, sochlaringni atrini shamoldan qizg'onishim. Bir nafas oromim yo'q, ketsang agar ko'zdan nari. Yo'llaringga termulib
yana qiynashga qanday choralar topding yana devonalar etding yana ovoralar etding yana dilboralar etding yana qiynashga qanday choralar topding yana hayolim og'ushida sen bugun albatta navbatma-navbat aytsak ham san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Faqat xalqimizga bugun yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz, chunki bu jonli efir. Navbatni yana qo'shiqqa beramizmi? Adham aka ijrosidagi yaxshi bir taronadan albatta. eshitsak, yaxshi bir taronani tinglaymiz va birgalikda davom etamiz. Maqsadimiz esa bugungi kuningizni a'lo kayfiyatda boshladingizmi? Oqshomga qadar demak, go'zal kayfiyat sizni tark etmasligini istaymiz. Gulmira, bugun aynan kim uchundir dam olish kunida, kim To'g'ri. uchundir ish. Demak, bugun aynan ushbu kunda faqat shu yaxshi qo'shiqlar, yaxshi nima deydi, mana shunday xonishlarni eshitish ham insonga albatta ma'naviy ozuqa beradi. Demak, davom etamiz yana bir tarona ustoz san'atkorimizdan. Adhamjon aka Abdulhay bu nafaqat bizning viloyatimizda, balki respublika miqyosida o'tkazilgan juda ko'plab qo'shiqchilar ko'rik tanlovining sovrindori, ustoz san'atkor, madaniyat va san'at fidokori ko'hna nishoni bilan yaqindagina taqdirlandilar. Tabriklaymiz akamiz. Demak, Ijodiy. go'zal ijro tinglaymiz. Bu ko'ngil bir o'zingizga ajab moyil shirin shakar so'zingizga ajab moyil mulki dilimda qo'rqanar izlab kelar deb yana chamanlarda izingizga ajab moyil bu ko'ngil bir o'zingizga ajab moyil Sahar oqdan jila bergay chehrangizga ibo bergay Sahar oqdan jila bergay chehrangizga ibo bergay ki oshiq yüzingizga ajab moyil hey bu ko'ngil bir o'zingizga ajab moyil
malik bulbul o'zingizga ajab moyil ajab moyil bukun bulbul o'zingizga ajab moyil ajab moyil shirin shakar so'zingizga ajab moyil ajab moyil Hozirgi navbatni Xolmurod Xoliqovga beramiz. Ulardan ham bir go'zal sho'x tarona eshitamiz. Dasturimizni jo'shqin kayfiyatda davom ettiramiz. Rahmat aka, siz bevosita shu yerda imtihon o'tkazuvchi ustoz sifatida o'tirishingizni iltimos qilamiz. Marhamat, qani ketdik. Ishqingizda kuymay qo'ydim, hajringizda yonmay qo'ydim. Ishqingizda kuymay qo'ydim, hajringizda yonmay qo'ydim. Ahda yalg'al yalg'alchi qizim, endi sizni sevmay qo'ydim. Ahda yalg'al yalg'alchi qizim, endi sizni sevmay qo'ydim. Ishq bog'iga zog'lar qoldi, yuragimga dog'lar qoldi. Ayriliqda ko'ngil kuldi, endi sizni sevmay qo'ydim. Ayriliqda ko'ngil kuldi, endi sizni sevmay qo'ydim. İşansangiz sizni hatta düşlerimde görmey koydum. İşansangiz sizni hatta düşlerimde görmey koydum. Unutildingiz mutlaka, endi sizni sevmey koydum. Unutildingiz mutlaka, endi sizni sevmey qo'ydim. Ketavering o'zga bilan, hayolingiz buzgan bilan. Foyda yo'q ko'z suzgan bilan, endi sizni sevmey qo'ydim. Foyda yo'q ko'z suzgan bilan, endi sizni sevmay qo'ydim. Sevgi yomon qiynab ekan, olovdan ham qaynab ekan. Sevgi yomon qiynab ekan, olovdan ham qaynab ekan. Sevmay yashash tinchroq ekan, endi sizni sevmay qo'ydim. Sevmay yashash tinchroq ekan, endi sizni sevmay qo'ydim. Ishqingizda kuymay qo'ydim, hajringizda yonmay qo'ydim. Qanday muhabbatsiz yashab bo'ladi? Qanday ayollarga bir yaxshi qarashsiz yashab bo'ladi? Shuning uchun Qo'shini yaralishi haqida endi gapirmasangiz bo'lmaydi. Endi o'tirib gaplashamiz.
Lekin sevmay yashash ham yaxshi ekan lekin. Yo'q, Yo'q, bu qo'shiq adashasiz. asli 2009-10-yili san'at va madaniyat institutida o'qib yurgan paytlarimda Ahad Qayumda bir she'ri tushib qoldi, shu she'ri. Shuni o'zim kuyga solganman. Akbar aka degan akamiz studiyada qilib bergan akamiz. Bu qo'shig'imiz faqat bevafo qizlar uchun atalgan, hammasiga ham emas. Vafoli qizlar uchun. Ha, vafolilik uchun emas. Tashab ketib qoladi-yu, shularga atalgan. Albatta kayfiyat ulashish uchun hazil gapirdim, Rahmat, rahmat. lekin juda chiroyli ijro, ijodingizga omad tilaymiz va endi Xolmurod bizni mehmonimiz emas, mezbonimizga aylandi. Chunki ko'rsatuvdan avval suhbatlashganimizda so'z berdi. Gulmira opa Andijon nafasi jonli efirlarini kerak bo'lsa har efirida ishtirok etaman. Musiqiy sozandalarim bilan birga degan bir so'z berdingiz kecha. Ha, berdik. Har gal har xil liboslar bilan o'sha nima deydi, sahnaga mos liboslar bilan ishtirok etib beraman degan gapini mahkam ushladik. Demak, bizni mezbonimizga aylandesak adashmagan bo'lamiz. Xudo xohlasa xizmat Davom qilamiz. etamiz. Rahmat aka, yana qaysi sovg'angizdan foydalana olmay qoldik? Endi shunaqa bir yo'nalish borki, shularchilik qo'shiq san'atida hamnafas degan narsa bor. Hamnafas oson narsa emas. Hamnafas degani 2 yoki undan ortiq xonandalar bir xil yo'nalishda ovozda diapazon deymiz, u yerdagi tonalistlar deymiz, shunga amal qilgan holda ijro etish kerak asarni. Bizda mana Andihamjon Abdulhayev, Sanjarbek Omonov bizni filarmoniyamizning xonandalari respublikada o'tadigan Navro'z, Mustaqillik yoki boshqa katta nufuzli tadbirlarda hamnafas sifatida qatnashib kelyaptilar. Jo'rovoz deyiladi. Jo'rovoz deyiladi. Shu o'rinda bir savol hamnafas. tug'iladi. Aynan mana shu mustaqillik bayramimiz yaqinlashyapti. Qanday tayyorgarlik bo'lyapti? Mustaqillik bayramiga biz alohida dastur tayyorlayapmiz Oybekjon hozir. Raqs yo'nalishi bo'yicha ham sozandalar, xonandalarni aynan shu Adhamjon Abdulhayev, Sanjarbek Omonov ijrosidagi Jo'rnavoz Gulmira aytmoqchi hamnafas asarlarimizni terib mustaqillikka tayyorgarlik ko'ryapmiz va shu bilan birgalikda xonanda qizlarimiz, sozandalarimiz birgalikda hozir 2-3 ta yangi asarni qo'limizga olib mustaqillikni kerak bo'lsa finalida yoki bir o'zini qaysidir joyiga qo'yish arafasida joyiga qo'yish jarayonida bo'ladigan asarlarni ijro etishni boshladik. Tayyorgarlik ishlari bo'layapti. Xudo xolasa ko'rasizlar, mustaqillikda Bel filarmoniyani alohida chiqishlari bo'ladi. Bundan tashqari o'sha O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Andijon bo'linmasi ijodkorlari tomonidan har kuni Oybek o'sha bizni butun dunyoga ovoza bo'layotgan Bobur shahrimizda ham har oqshom konsert dasturi berilyapti ekan. Bunga ham guvoh bo'ldik. Bu juda ham bir quvonarli hol. Chunki yuragida san'at yashagan, qo'shiqni sevgan, san'atni sevgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Demak, bular har doim insonlarning qalbiga, insonlarning tarbiyasiga o'zlarini mana shu ijodi bilan ham ma'naviy ozuqa, ham hordiq, ham o'ziga xos tarbiya berib kelyapsizlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Hammamizga begona emas, so'z emas, Zardor 90 kunlik tadbirlarni o'tkazish jarayoni boshlangan. Yangi Andijon hozir Bobur shahri deb e'lon qilindi. Bu yerda amfiteatr bor, alohida sahna bor. Bu yerda filarmoniyaning barcha ijodiy xodimlari Gulmira aytmoqchi belgilangan jadval asosida borib dasturlarni beryapti. Va mana o'zingizlar guvoh bo'lgansizlar, muhtaram prezidentimizning 2023-yilda 406-hali qarori chiqqan. Bu chekka hududlarda aholiga madaniy xizmat ko'rsatishni yanada rivojlantirish borasida. Shu yo'nalish bo'yicha ham respublikadagi filarmoniya bilan Andijon filarmoniyasi hamkorligida kuni kecha mana akademik davlat milliy cholg'ular orkestri keldi. 70 kishidan ortiq. Ularni biz Paxtabod tumaniga olib bordik hamkorlikda, Baliqchi tumaniga olib bordik. Oltinko'l tumaniga bordik. Undan keyin So'g'diyona xalq cholg'ular orkestri keldi. O'zingizlar mana syomka ham qildinglar. Birga jarayonda yurdik. Birgaldi, ha. Bular Baliqchi tumanida. Gulmira aytmoqchi, aynan mana shu Bobur shahrida So'g'diyona milliy cholg'u xalq cholg'ular orkestrini alohida konserti bo'ldi. Kecha kuni Navro'z ansambli keldi. Qo'rg'ontepa tumani hamda Jalaqut tumanlariga hamkorlikda konsert berib kelyapmiz. Demoqchi bo'lganimizki, xalqimiz, yurtimiz, yurtdoshlarimiz bizni san'atimizdan bugungi kunda juda ham yaxshi bahramand bo'layaptilar. Bunga bor kuch-quvvatimiz bilan harakat qilyapmiz. Sidq dildan xizmat qilishga bel bog'laganmiz. Borgan o'sha hududlardagi o'sha
aholi ham bu nimani juda ham iliq kutib olyapti. Judayam. Xursand kayfiyatda. Milliy cholg'ular orkestri, simfonik orkestrlarda biz yoshligimizda shu sohaga qiziqqan bo'lsak ham qishloqlarda ko'rib bilmaganmiz. Faqat Oynayjahon orqali. Oynayjahon orqali ko'rganmiz. Mana mahallaga bordik, Baliqchida deylik, butun mahalla, qo'shni mahalla fuqaro yig'inlaridan eng kamida 3000 4000 odam yig'ildida, bular milliy kuylar chalishyapti. Monitorda, ekranda, orqada shu kuylarga nima kinolar qo'yilyapti, kinofilmlarga qilingan uyg'unlashgan narsa. Bular shunaqa maza qilyaptiki, endi konsert tugagandan keyin mahalliy aholi shu qizlarimiz, onaxon, otaxonlarimiz ular bilan suratga tushadi. Oybeji aytmoqchimizki, juda ham iliq kutib olyapti. Bizi xalqimiz, yurtdoshlarimiz san'atga befarq emas, demak san'atni sevadi. Shuning uchun ham bugun aynan dasturimizda ko'proq qo'shiqlar ijro etilishi ham bu bejizga emas. Bugun aynan aytdik, kim uchundir dam olish kuni hisoblansa, kim uchundir ish, lekin o'sha dam olayotgan fuqarolarimiz ham mana shu Andijon nafasini ko'rayotgan bo'lsa, menimcha ularga xush kayfiyat ulasha olyapmiz va endi meni bilishimcha ana shu jo'rovoz deb aytildi, ham nafas bir qo'shiqqa navbatni bersak. Albatta. Ustozlarimiz, buyuk ustozlarimiz aytgan asarlardan ijro etaveradi. Marhamat. Hargiz so'ravim qayda janonim meni Dashti sahrolarni izlab ketdi darmonim mening.
rahmat. O'zbekiston xalq hofizi Patahon Mamadaliyev Mamadaliyev ijro etganlar. Shu kungacha mana hech kim aytmayman demaydi, hamma aytadi bu asarlarni. Mana Ulonjon Hojiqulov ustozimiz O'zbekiston xalq artisti, uni asarlari bor, chalgan nimalari bor. Hammasini biz shogirdlar, biz davomchilarimizda Avloddan avlodga. avloddan avlodga bularni yetkazib borish bizning vazifamiz bo'ladi. Mana shunday ulkan merosdan nafaqat biz ijodkorlarni, teletomoshabinlarni ham bahramand etgan sizlarga kattakon rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz va O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Andijon viloyat bo'linmasi rahbariyatiga ham, ijodkorlariga ham, xonanda, sozandalariga ham ijodiy barkamollik, kuch-quvvat va albatta doimo bayramona kayfiyatda yurishlarini chin dildan istab qolamiz. Rahmaga bugungi tashrif uchun, ishtirok uchun va maxsus taronalar, ajib qo'shiqlar uchun sizga ham kattakon rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'linglar. Gulmiraxon, men o'ylaymanki bu oxirisi emas. Albatta. Andijon nafasi ko'rsatuviga hali bizni san'atkorlarimiz juda ham ko'p. Albatta. Raqqosalarimizni olib kelamiz, sozandalarimizni, yana xonandalarimiz juda ham ko'p. Ularni olib kelamiz. Albatta hamjihatlikda, Hamkorlikda davom etamiz. Ushbu ko'rsatuvning nufuzini yana ham oshirishga biz hamisha yoningizda turamiz. Rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ijodiy barkamollik va Xalq albatta xizmatida yaxshi kayfiyat charchamang. Albatta. sizga hamroh bo'lsin Rahmat. deb qolamiz. Rahmat, Xush hammaga kelibsiz yana bir bor. ishlayveramiz. Qadrli teletomoshabinlar, agar kayfiyatingiz a'lo bo'lsa, agar ekran qarshisidan hech qayoqqa ketgingiz kelmayotgan bo'lsa, biz buni g'oyibona sezamiz va sizga mamnuniyat bilan, tabassum bilan yanada go'zal taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Navbatni esa yana Xolmurod Xoliqovga beramiz. go'zal taronalar ijrosida davom etamiz. Marhamat. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib ketaman. Bu qo'shig'imiz ota-onalarga baxshida qilingan qo'shig'imiz. Shu yoshga yetgunimizda shular duosi bilan shu darajaga yetdik. Ana shuning uchun barcha ota-onalarimizni duo qilib turishlari uchun otang duo qilib tursa, onajoning duo qilib tursa degan qo'shig'imiz. Albatta, ayniqsa Xolmurod ertalabda biz ota-onalarimizdan ko'chaga chiqishdan, ishga ketishdan avval duo olamiz. Ular esa bizni ortimizdan chiroyli duolar bilan qoladilar va ularning duolari bizni elda, jamiyatda insonlarga bir nafimiz tegishida o'zini katta hissasini qo'shadi. Demakki, hozirgi qo'shig'ingiz nafaqat bizni, ekran qarshisidagi ota-onalarimizni ham xursand qilishi mumkin. Ko'ksingga u botmas ekan, taqdir toshlar otmas ekan. Ko'ksingga u botmas ekan, taqdir toshlar otmas ekan. Hech vaqt boshing qotmas ekan. Otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa, otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa. Mag'rur boshing ham bo'lmaydi, kiprigingdan ham bo'lmaydi. Mag'rur boshing ham bo'lmaydi, kiprigingdan ham bo'lmaydi. Yuragingdan ham bo'lmaydi. Onang duo qilib tursa, otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa, otang duo qilib tursa.
shular seni do'sting. Soyasida uni bosdim, asli shular seni do'sting. Bilinmaydi kim u ko'sting. Otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa, otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa, mehr tomsin tillaringdan, rohat topsin qo'llaringdan, mehr tomsin tillaringdan, rohat topsin qo'llaringdan, adashmaysan yo'llaringdan. Otang duo qilib tursa, onang duo qilib tursa, otang duo qilib tursa, onang Soat 10:00 ga qarab yo'l olyapti. Bu degani ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt O'z nihoyasiga, poyoniga yetib boryapti. Albatta ko'rsatuvimiz so'ngida bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan Xolmurod Xoliqov boshchiligidagi ajoyib musiqiy guruhga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Go'zal taronalar uchun va xush tashrif uchun sizga yana bir bora rahmat. Xolmurod, umid qilamiz hamkorligimiz yana davom etadi. Agar bir qandaydir xalqimizga yo'llaydigan tilaklar bo'lsa yoki gaplaringiz bo'lsa bemalol. Jonli efirda Avvalo yurtimizni tinchligiga ko'z tegmasin. San'atkor nimani xohlaydi? Faqat to'y bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Biz xizmatda turamiz. Hammaga sog'lik tilayman, doim sog'lik bo'lsin. Sog' bo'lasizlar. Rahmat. Rahmat, qadrli teletomoshabinlar. Shu o'rinda Andijon nafasi ko'rsatuviga yakun yasaymiz. Ekran qarshisidagi onlaringiz uchun bizga bo'lgan diqqat e'tiboringiz, g'oyibona mehr va sadoqatingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Dam olish soatlaringiz maroqli va mazmunli davom etsin. Andijon nafasi ko'rsatuvi har kuni ertalab soat 9:00 dan 10 ga qadar sizning e'tiboringizda bo'ladi. Bugun esa vaqtni hukmiga bo'ysungan holda ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, omon bo'ling. Osmonimiz musaffo, zaminimiz tinch, dasturxonimiz to'kin bo'lsin. Eng muhimi, O'zbekistonimizni tinchligiga ko'z tegmasin. Yana diydor qadar uchrashguncha xayr deb qolamiz va albatta Andijon teleradio kanalini bundan keyingi dasturlarni ham kuzatishda davom eting. Biz esa kelgusi sonlar qadar xayr deb qolamiz.